Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi transport vositalaridan o'ziga xosi ko'chada kam uchratish mumkin bo'lgan bu mototsikl. Menga doim qiziq bo'lardi. Bu qanaqa mototsikl bo'lishini bugun xudo xolasa mana Jonibek akam bilan ko'rishdik. Aka, assalomu alaykum. Vaqtingizga rahmat avvalambor. Mana shu mototsiklga menimcha ko'plar qiziqsa kerak. Men ham rosa qiziqardim. Savollar bo'lardi. Buni qarang. Men bilganlarim bu BMW R1250 RT. Bu kruiz hisoblanadi versiyasi. Bu kruiz versiya, demak 1.2 litrli bo'ladi, 1250 kub. 136 soat kuchi ekan. Buni qulayliklari qanaqa, aka? Qulayliklari shamolga qarshi o'zini to'sadigan hajmlari bor. Ko'tariladi. Bu ko'tariladi ham. Bu ko'tariladi aka. Ikki yondan shamol o'tmaydi qulaylik tomonlar. Katta hajmli. Yurishlari katta tezligi. ABS'lari bor bular, to'g'rimi? Endi boshqa mototsiklga o'xshamagan narsalar bu mana bu maxsus chiroq migalkalar hamda ovoz chiqarish moslamalarini joylashib yuradi. Buni qarang. Endi undan tashqari bu mototsikllarning zo'r tarafi kruiz kontrollari ham bor ekan. Qo'yilmisizlar. Hattoki mototsikllar hozirgi kunda kruiz kontrol bilan jihozlanib kelmoqda. Bunisi nima aka? 1 2 3 4 bu 4 ta. Bular avtomatik ruchnoy o'tiladi. Ruchnoy? Ha, ruchnoy. Ruchnoy harakatlarni ko'rsatgan 1 2 4 tasi ko'rish. Bu o'zi mexanika, to'g'rimi? Mexanika korobka 5 ta menimcha pog'onali bo'ladi. Undan tashqari buni qarang, katta. Mana shuni bitta yoqib bering, aka. Haligi haydovchi uchun yordamchi displey. Mototsikllarda hozir endi Xitoylarda ko'ryapmiz, lekin BMW mana BMWniki bir boshqacha, xuddi bir mashinada yurgandek bo'lar ekansiz. Qo'yil. Eng maksimal tezlik qanchaga chiqdingiz? Endi siz xizmat vazifasini bajarganda. 200 ga chiqdim. Qancha? 200 ga chiqdim. 200 ga. Ish faoliyatimiz. Maksimum necha mun aka? Maksimum endi. Undan baland, lekin 200 kilometr qo'rqinchli bo'lsa kerak. Ha, o'ziga yarasha qo'rqinchli bor. Lekin qo'yil, mana shunaqa narsalari mana bu hammamizga yoqadigan ovozi tugmachalari bu yoqda ekan. Bundan tashqari rupertlar ham bor, gapiradiganlaringiz ham. Aka, qo'yil. Endi bundan tashqari mototsikl chempion, mototsikl egasi, haydovchisi ham chempion Jonibek ekan, bilamiz deylar mana. Hattoki aka, sizni qo'lingizni olib qo'yib, rahmat. Sizni tabriklayman. Qarang, hattoki ichki ishlar boshqarmasida o'z faoliyatini olib boradigan, ayniqsa mana yo'l harakati xavfsizligida o'z faoliyatini olib boradigan akalarimiz orasida sport bo'yicha sport ustalari, chempionlar bor ekan. Akamiz yaqindagina MMA jangi bo'yicha chempion bo'lib, ozarbayjonlik sportchini necha sekundda yutdingiz? 48 sekundda. 48 soniyada shu nokautda blokda. Bo'g'ish usuli bilan qo'yil. Gap yo'q. Aka, sizga rahmat kattakon. Bitta narsa. Kayni ko'rganda qo'rqmanglar. Bular ham o'zimizga o'xshagan oddiy akalar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.